Mana qadrdonlarim, mana blogerlarim, yaqinlarim, qadrdonlarim. Voy Halima qayerga qoldi deb meni qidirib qolganlar juda ham ko'p. Hamma yoqdan yozdinglar, rahmat. Ozgina sog'lig'imda mazam bo'lmay qoluvdi. Shunga sal chiqish qilmadim. Endi issiq joyimizni bilib bo'lmaydi. Hozirgi kunda ahvolim ancha yaxshi. Xudo xolasa sizlar duoinglar bilan yana kuch-quvvatga kirib, sizlar oldinglarga qaytishga tayyorman. Hozir yana shu shifani davolanish ishlari davom etyapti. Yaqin kunlarda Xudo xolasa mana Mirzo teatrida hozir mana rolim juda ham bor, o'tib borishim kerak, lekin hali yana 2-3 kundan keyin repetitsiyaga qaytib, jamoaga qaytib, sizlarga va'da beraman. Xudo xolasa zo'r sahna ko'rinishlari bilan sizlarga chiqish qilamiz. Assalomu alaykum kanal obunachilari. Bugungi xabarlar. Kanalimga obuna bo'lib, podpiska tashlab qo'yishni unutmang. Halima Ibragimova xotirasiga bag'ishlanadi. Aktrisa Halima Ibragimova 45 yoshida hayotdan kechgandi. Aktrisa Halima Ibragimova hayotda ko'z yumdi. Bu haqda Mirzo teatriga yaqin manba bilan bog'langan Kun.uz muxbiri xabar berdi. Mirzo teatridagi manba aktrisa vafot etgani haqidagi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarni tasdiqladi. O'lim sabablari haqida hozircha ma'lumot yo'q. Halima Ibragimova bir necha oylik tanaffusdan so'ng bor 25-noyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda ko'rinish berib, og'ir betob bo'lgani haqida aytgandi. Issiq jonimiz bilib bo'lmaydi. Ozgina sog'lig'imda muammo bo'lib chiqa olmayman qolgandim. Hozir ancha yaxshi davolanishlar ishlari davom etmoqda. Yaqin kunlarda Mirzo teatrining konsert va u yerda rol ijro etishim kerak degandi aktrisa. Halima Ibragimova 1979-yilda tug'ilgan. Toshkent davlat san'at instituti drama aktyorligi bo'limida tahsil olgan. U ko'p yillar davomida Mirzobek Xolmedov boshchiligida teatr, studiya ishlagan. Shuningdek, kinofilmlarda turli rollarni ijro etgan. 2 farzand onasi. Tahririyat aktrisaning oila a'zolari yaqinlariga ta'ziya bildiradi.